Alimentdan voz kechasan, keyin bolani chetga olib ketishingga rozilik beraman. Otasi rozi bo'lmasa ham bolangizni chetga olib chiqishingiz mumkin. Buning uchun ikkita shart bajarilishi kerak. Birinchidan, bolani chetga olib chiqish u uchun foydali va muhim bo'lishi kerak. Masalan, bola davolanishga, sport musobaqasiga yoki fan olimpiadasiga chetga chiqishi kerak. Boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Ba'zida ona chetga ishlashga ketganda bolani o'zi bilan olib ketish ham bola uchun foydali bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, bolaning tarbiyasiga umuman aloqasi bo'lmagan g'arazli past niyatlarda ota qarshilik qilayotganligi. Masalan, o'z bolasi bilan umuman ishi yo'q bo'lgan ota shunchaki sobiq xotinini moralni ezish uchun qarshilik qilayotgan bo'lsa yoki uning asosiy maqsadi alimentdan qutulish bo'lsa, ota notarial rozilik bermasa ham zagranipasport olib bolani chetga olib ketishingiz mumkin. Bunday hollarda siz fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz kerak. Bizda shunday vaziyatlarda ona foydasiga chiqqan sud qarorlari mavjud. Lekin bir narsani unutmang. Bu turdagi ishlarni yutish oson emas. Sudda vajlaringizni dalillar bilan isbotlab berishingiz, bolani xorijga chiqishini cheklash, uning zarariga ishlashini sudyaga tushuntira olishingiz kerak. Sizga ham shu masalada yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.